Amir avtosavdoda Tracker ishqibozlar uchun ideal holatda Xitoy sborka Tracker mashinasi 2021-yil 97 000 km masofani bosayotgan. Kraskalar top-toza, primer, polni redline qilingan, даже redline diskelargacha yumshoq balonli qo'yilgan, balonlar yaxshi holatda parokli uстановка qilingan. Tayinrovka ruxsati 3 kun qolib tokala. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r bilak piyana qilib qo'yishibdi. Dini holatlar ham urinib ketmagan. Panorama, patologik ham zo'r holatda ko'rlar solingan. 98 000 km masofani bosib to'kala. Mashina benzin holatda. Kraskalar okalar top-toza. Mashinada kichkina rixtobga chiqarilgan joyi bor ekan aytib o'tay. Kraskalar top-toza, kraska tegizilmagan. O'zini uchun polni tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Okamiz aytibdilar, notarsda pul sanaverishadi. Dokument tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q deyaptilar. O'zini uchun polni tekshirtirib, prerka qildirib olasizlar. Asosiysi narxi zo'r narx bo'ldi. $14,900 baholandi. $14,900 ga 2021-yil Xitoy sborka polni redline qilingan Tracker 2 mashinasi egallarini qoldiramiz, telefon qilib barak qilishingiz mumkin.